Respublikamiz bo'yicha bir kunda 3 tadan 5 tagacha bo'lgan noqonuniy tashkil etilgan hujra holatlari aniqlandi. Unda 10 tadan 70 tagacha bo'lgan voyaga yetmagan farzandlarni diniy mutaxassislar tomonidan ta'lim berayotgan holatlarni kuzatyapmiz. Bu mutaxassislar bilan suhbatlashgan vaqtimizda esa mutaxassis emas. Mana bitta narsani to'g'ri tushunaylik. Amaliyot sifatida bular faqat Qur'on yodlatyapti. Asosiy ko'zlangan maqsad bu yerda insoniyatni diniy, ma'rifiy ta'limini takomillashtirish. Mana payg'ambarimizdan bir hadis sharifni misol tariqasida keltiraman. Xayrukum man ta'allama al-Qur'ana va 'allamahu. Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganadilar va o'zgalarga ta'lim beradilar deydi. Bu ustozlar bilan suhbatlashgan vaqtimizda, mana bugungi kunda hujra tashkil qilayotgan ustozlar bilan suhbatlashayotgan vaqtimizda birinchidan rasmiy ta'lim olmaydi. Ikkinchidan diniy sohadagi mutaxassis emas. Oddiygina misol tariqasida mana shu hujradagi dars berayotgan ustozlarga berilgan savollarni hozir eslatib o'taman. Arab tilidagi harflar necha qismga bo'linishini hali bilmaydi. Arab tilida harflar ikkiga bo'linadi. Isti'lo va istifolo harflari deydi. Qolaversa Bismillahirrohmanirrohim so'zidagi B harfini qaysi grammatik asosga ko'ra keltirilganligini ham isbotlab bera olmaydi.